Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.910 so'm 93 tiyin bo'lib 29 so'm 77 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.784 so'm 52 tiyin bo'lib 54 so'm 75 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 147 so'm 49 tiyin bo'lib 9 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.